Hurmatli hamkorlar, sizga tavsiya qiladigan mahsulotim bu Nilrich brendi ostida Greenleaf korporatsiyasi orqali sizga tavsiya qilinadigan mahsulot. Bu judayam inson organizmi uchun foydali bo'lgan mahsulotlardan bittasi bo'lib, bu 100% tabiiy organik holatda tayyorlangan tuya suti hisoblanadi. Bu tuya suti oddiy ko'cha tuya sutidan farqi shundaki, buni tarkibida 400 milliarddan ortiq probiotiklar bilan boyitilgan. Hamda tarkibida vitamin D, vitamin E, vitamin B gruppa, vitamin C, foliy va kislota hamda boshqa aminokislotalar bilan boyitilgan bo'lib, inson organizmi uchun juda ham foydali bo'lgan ingrediyentlardan iborat. Bilasizlar, bizlarda tib qonunlarda bobomiz Abu Ali ibn Sino tuya sutini juda ko'p kasalliklarda, immunitet pasayganda, holsizlikda, organizm qashshoqlaganda, zaifsizlashganda tavsiya qilingan ozuqaviy moddalardan bittasi. Bu mahsulotni bizlar kichkina bolalarga ham tavsiya qilsak bo'ladi. 2-3 yoshdan yuqori bolalarga tavsiya qilsak ham, kattalarga tavsiya qilsak ham bo'ladi. Как источник белка. Boyagi oqsil modda yetishmaganligi sababli inson organizmida bo'ladigan holatlarda tavsiya qilsak bo'ladi. Hamda как immunomodulyator. Inson organizmi tez-tez shamollashga moyillik bo'lganda iste'mol qilsa ham, hamda quvvatsizlik, mushaklar atrofiyalarida ham eng zo'r yaxshi ozuqaviy modda hisoblanadi. Bu mahsulotlarni kichkinalarga 100 ml iliq suvga bitta o'zini merni qoshiqchasi bor. Shu qoshiqchada 100 ml suvga eritilgan holatda ovqat bilan birgalikda, ovqatdan keyin, ovqat o'rniga iste'mol qilsa bo'ladi. Kattalarda esa 100-150 ml iliq suvga, 80 gradusgacha bo'lgan iliq suvga ikkita o'lchov qoshiqlariga aralashtirib, ovqat o'rniga iste'mol qilsa ham bo'ladi, hamda ovqatdan keyin vazn yig'moqchi bo'lgan insonlarda esa ovqatdan keyin iste'mol qilsa ham bo'ladi. Vazn tashlash uchun esa buni ovqat o'rniga iste'mol qilsa ham hujayrangizni to'yintirib beradi. Faqat qarshi ko'rsatmalari buni tarkibidagi ingrediyentlarga hamda sutga allergiyasi bor insonlarga tavsiya qilinmaydi. Bu dori emas, dorini o'rnini bosmaydi. Shifokor tavsiyasi zarur emas bunga.